sahnada ko'rinmay qolgan, ammo muxlislar uchun sevimli bo'lgan san'atkorlarni sahnaga olib chiqadi. Buni an'ana ko'rinishiga olib keldingiz. Bu safar tomoshabinlar shunday surpriz kutishi mumkinmi? Kutishi mumkin. Shahzodani qaytaramizmi? Malikani qaytaramiz. Shahzoda bilan Malika qaytaramiz. Haqiqatdan shunday san'atkor bormi? Bor. Kelishuvga erishdik. Bugun ertalab tasdiqlashdi. Lekin tabiiyki an'anaga xilof ish tutmagan holda men uni oshkor qilmayman. Va menimcha million jamoasi muxlislari bilishadi. Bu jamoa ularga shunchaki vaqt o'tkazish uchun, shunchaki kiyim almashtirib chiqishlari uchun qanaqadir musiqiy sovg'a taqdim etmaydi. Qo'limizdan kelgancha men ikkita konsert harakat qildim. Bu ijodkorni millionda olib chiqishga. Xudo xohlasa yaxshi sovg'a bo'ladi.